Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hurmatli obunachilar, bizni kuzatuvchi vatandoshlarimiz, Umra ziyoratiga borishlarga niyat qilganlarga Xudo xolasa, bugungi videomizda Xotamjon qorakamizdan qisqacha intervyu qilib beramiz. 2026-yilda Umra sezonida nima o'zgarishlar bo'ldi? Qanaqa yangiliklar bo'ldi? Borish tartiblari qanaqa? Video davomida to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz albatta. Sizlardan talab qilinadi, bittadan like bosinglar, malol kelmasa, videomiz ko'proq odamga tarqalishiga sababchi bo'lib qolasizlar. Assalomu alaykum qoraka, salomatmisiz? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar va bizni kuzatib turuvchi barcha yurtdoshlar. Qoraka, qanaqa yangiliklar bo'ldi endi 2026-yilga Umra sezoniga? Xo'p, Xudo xolasa inshaalloh mana haj mavsumi tugab, inshaalloh Umra sezonimiz boshlandi. Albatta buni bemalol inshaalloh primoy reyslarda uchishligini bemalol ayta olamiz. Sababi yo'llarimiz ochildi, Umraga ruxsatnomalar berildi Xudo xolasa inshaalloh. Inshaalloh reyslar qo'yildi. Qachondan boshlanadi birinchi reyslar? Xo'p, birinchi reysimiz 5-kuni uchadi inshaalloh. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha. U standart paketimiz bo'ladi. Birinchisi bo'lganligi uchun standart paketimiz to'g'ri Jidda shahriga uchiladi. Jiddadan Madina-i Munawvaraga borib, Madina-i Munawvarada 2 kecha turiladi. Al-Muslim maxsus guruh qachon yo'lga chiqadi? Al-Muslim maxsus guruhi inshaalloh 10-iyun kuni. Birinchi reysda o'z olib ketasiz. Birinchi reysda o'zim olib ketaman. Nimaga endi aynan 10-iyun desiz, bir juma Madina-i Munawvarada, yana bir juma Makka-i Mukarramada mo'ljalladik. Shuni hisobiga bir juma Madinada o'qiyman, bir juma Makkada o'qiyman degan insonlar uchun aynan 10-iyun kuni Xudo xolasa birinchi reysimiz. Hurmatli obunachilar, ota-ona paketini nomini hozir Al-Muslim deb o'zgartirdik. Nima sababdan deganlarga, Xotamjon qorakamizni ko'pchilik Al-Muslimda ishlaydigan 50 boshi, 1000 bosh deb taniydi. Xotamjon qorakamiz o'zingiz aytsangiz, necha yildan beri ishlaysiz Al-Muslimda? 5 yil. 5 yil. Litsenziya qarorlari chiqib, Al-Muslim nomi bekor bo'lib ketdi hozir, Travel dedi. Endi hozir Al-Muslim guruhi bo'ladi, Hikmat Travel qoshidagi Al-Muslim guruhi. Niyat qilgan obunachilarimiz bo'lsa, pastda raqamlarda qoldiramiz, aloqaga chiqib batafsil ma'lumotlarni operatorlarimizdan olsanglar bo'ladi. Qoraka, bir chekkadan ma'lumotlarni boshlasak, standart paket qancha va Al-Muslim paketi qancha bo'ladi? Hop, standart paketimiz $1100 bo'ladi. Al-Muslim paketimiz, ya'ni maxsus Al-Muslim paketimiz inshaalloh o'zim bilan birgalikda ketadigan 1250 qilib beramiz. $1250 dan bo'ladi maxsus paket. Afzalligini ham sanab o'tsangiz, nimaga imenniy standart $1100? Bu maxsus paketi qimmatroq bo'ladi. Xo'p, maxsus paketimizda ziyoratlarimiz ko'pchilik biladi, avval borganlar bor. Shuning uchun yana bormaganlar uchun, otasini, onasini jo'natadigan insonlar uchun yana bir qator eslatib o'tamiz. Madina-i Munawvaradagi qilinadigan ziyoratlarning o'zi standartdan ko'ra 3-4 barobar ko'proq bo'ladi. Demak, Madinani o'zida 3-4 barobar ko'proq. Makkadachi? Makka-i Mukarramada unda ham xuddi shunday 5-6 barobar ko'p bo'ladi. Ya'ni 5-6 barobar. Standart paketimizda 4-5 ta joyga ziyorat qilinadigan bo'lsa, bunda 20 tadan oshiq ziyoratgohlarimiz bor. O'xshay hisoblagan. 30 tacha bo'ladi demak. Albatta. 30 tacha ziyorat bo'ladi. Hurmatli obunachilar, pastda raqamlarni qoldirganmiz, operatorlarga aloqaga chiqib, Xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Qoraka, Madina Munawvarada necha mahal ovqat bo'ladi? Madina-i Munawvarada 2 mahal ovqat bo'ladi. Makka Mukarramadachi? Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taom. 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Albatta ibodat qilishligi uchun quvvat kerak, hurmatli obunachilar. Ovqatlar qanaqa ovqat bo'ladi? Ovqatlari o'zimizda o'zbek milliy taomlari bo'ladi. O'zimiz povlar pishirgan o'zbek milliy taomlari bo'ladi demak. Madinada necha kun bo'ladi ziyoratchilar? Madinada 2 kecha va 3 kunduz. Ya'ni 2 kecha yotiladi, 3-chi kuni Makka Mukarramaga yo'l olinadi. Makkada necha kun bo'ladi ziyoratchilar? Makkada qolgan 11 kuni Makka Mukarramada bo'ladi. 11 kun Makka Mukarramada. Madinadagi gostinitsa qanaqa, Makkadagi gostinitsa qanaqa? Madina-i Munawvaradagi gostinitsamiz birinchi qatorda 5 yulduzli gostinitsamiz. 5 yulduzli bo'ladi. Birinchi qatorda, markaziyada demak. Devonul Hijra degan gostinitsa. 5 yulduzlik Devonul Hijra, Baqiy qabristoni yonidagi. Albatta shunday. Makkadagi-chi? Makka Mukarramadagi u ham 4 yulduzli bo'ladi. O'zi aslida gostinitsada 5 yulduz qo'yilgan. Hozirgi kunda rivojlanib ketganligini hisobiga men 4 yulduz qilib aytyapman, lekin kirganda ularda ham xuddi shunday sertifikatlari turadi. 5 yulduzli deb olingan u yerda ham. Sama al-Misk degan gostinitsamiz bor. Ya'ni Hadija onamizning qabrlarining ro'parasida, ya'ni 700-800 metr keladi. Bemalol piyoda borib kelsa ham bo'ladi. Undan tashqari o'zini avtobuslari ham bo'ladi. Lekin boshida albatta piyoda boriladi, chunki yangi sezon boshlanganda avtobuslar hali ulgib kelmagan bo'ladi. Chunki har sezonda avtobuslar yangilanadi. Sababiki u yerda 1 yil mobaynida avtobus ishlasa, u avtobuslar 24 soat o'chmaydi. Ya'ni tinmay borib kelib yuradigan avtobus bo'ladi. Shuni hisobiga
700 metrlik gastinsamiz bemalol piyoda borib kelsa bo'ladigan gastinsa. Qora aka qarang, standartda boradi, bir marta umra qiladi, bir marta umrani savobini oladi. Albatta. Al-Muslim paketida boradiganlar 2 marta umra qiladi, 2 karra umrani savobini oladi. Shu haqida ham obunachilarimizga ma'lumot berib o'tsangiz. Albatta, Al-Muslimda, ya'ni biz bilan birgalikda boriladigan maxsus paketimizda, Al-Muslim jamoasi bilan birgalikda borilganda, bir marta umra qilishlikdan tashqari Toyib shahriga borganimizda u joydagi ziyoratlarni qilib va yana ehrom baylab kelib ikkinchi umralarni qilishadi. Ana undan 2 marta umra qiladi demak. Albatta, 2 marta umra qilinadi. Ana undan keyin yana 2 kun yoki 3 kun o'tkazib, yaqinlariga, otalariga, onalariga yoki yaqin birodarlariga, qavm qarindoshlariga umra badal qilishlik imkoniyati ham bo'ladi. Demak, hozir shuni qora aka 1250 to'laydigan bo'lsa, bir marta borib turib ikkita umra qilib kelar ekan demak. Ikkita umrani savobini olar ekan. Ikkita umrani savobini olib, yana yaqinlariga ham umra badal qilishlik imkoniyati bo'ladi. Umra badal qilishlik imkoniyatlari bo'ladi. Albatta. O'sha 20 tadan ko'proq ziyorat dedingiz-a? Shunday. Hurmatli obunachilar, niyat qilgan obunachilarimiz bo'lsa, pastda raqamlarni qoldirib qo'yamiz. Telefon qilinglar, to'liq ma'lumotlarni Xotamjon qora akamiz o'zi berib o'tadi. 14 kunlik ziyorat Toshkentdan Jiddaga uchiladi. 14 kun davomida qora akamiz o'zi ovqatlar bilan, gostinsalar bilan, hamma yo'l bilan ta'minlaydi. Bordi keldi, bilet, viza, 50 boshi, ovqat, ziyorat, hammasi shu pulda chekirib ketadi. Xohlasanglar standart paketda boringlar, 10 ta ziyorat bo'ladi. Maxsus paketda borsanglar 20 tadan ko'proq ziyorat bo'ladi. Xotamjon qora akamiz o'zi ham maxsus paketni asoschisi, maxsus Al-Muslim paketi bo'ladi. Xudo xolasa birinchi reysimiz 10-iyun sanasida ketadi. Toshkentdan uchadi. Xotamjon qora akamiz olib ketadigan reys. Agar yo'q, menga arzoni kerak, pulim yetmaydi, kamroq degan obunachilarimizga 10 tasiga, yo'q, 20 tasiga chegirma qilib beramiz. Standart paketda borsanglar 1100 emas, $50 chegirmaga qo'shilib qolasizlar, $1050 to'lov qilaverasizlar bemalol. Agar maxsus paketda boraman deganlarga Xotamjon qora akamiz o'zini reysiga ulgursanglar, nechta odamga chegirma qilib beramiz qora aka? Chiqaversin, joyimiz to'lguncha imkon qadar qilib beramiz-ku. Birinchi reysga Albatta. qancha chegirma qilib beramiz? 5 ta. 5 ta? 5 ta odamga qilib beramiz. Albatta. Hurmatli obunachilar, 5 ta odamga xudo xolasa $50 dan chegirma qilib beramiz. Shunday. Agar pensionerlar bo'lsa, nima qilamiz? Sal ko'proq qilsak bo'ladimi ularga ham? Agar pensioner bo'lsa, ularga ham yana 5 ta qo'shib beramiz. Ularga ham yana pensionerlarning ichidan ham 5 ta. O'sha 10 ta bo'lyapti shunda. Shunday. 10 ta odamga hurmatli obunachilar $1200 dan bo'ladi. Tezroq o'zingizlar joylarni band qilinglar. Xudo xolasa qora akamiz o'zi 10-kunga reysda aeroportga olib ketadi. Biz bilan bitta bloger ham birga ketadi. Xudo xolasa qora akamiz bilan shu sizlar umra ziyoratida qayerlarga bordinglar, nima qildinglar, hammasini yoritib, ochiq oydin qilib YouTube'ga qo'yib boradi. Nechta joyga bordi, odamlar rozimi, norozimi, kayfiyati qanaqa, gastinsa qanaqa. Hozir qora akamiz mana shu yerda aytayotgan o'zbek milliy taomlari, 5 yulduzli deyotgan gastinsalari, 20 dan oshiq 30 ga yaqin ziyoratlar, hammasini biz qora akam bilan birga ketadigan bloger birga video qilib YouTube kanaliga qo'yib boradi. Buni albatta Telegram gruppamizda olsanglar bo'ladi. Pastdagi raqamga telefon qilinglar, to'liq ma'lumotni operatorlar beradi yoki Telegramga Al-Muslim deb yozsanglar, biz gruppamiz kelib chiqadi. To'liq ma'lumotni Al-Muslim gruppamizdan olsanglar ham bo'ladi. Sizlar bilan Qudratulloh bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Xayr hammaga. Bittadan like deb bosinglar, kanalga podpiska qilinglar.